Dünya Uyg'ur Qurultayı bugun, ya'ni 3-iyun kuni maxsus bayonot e'lon qilib, Dünya Uyg'ur Qurultayining 8-navbatlik vakillar qurultayini va umumiy saylimini 2024-yili 10-oyning oxirgi haftasi o'tkazilganligini bildirdi. Shundaqla 8-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayiga tayyorlik qilish komitetini qurib chiqib, tayyorlik xizmatlarini rasmiy boshlaganligini e'lon qildi. Qurultayning bu vaqtdagi bayonotining to'liq teksti tovandikicha. Dünya Uyg'ur Qurultayining 8-navbatlik vakillar qurultayini chaqirish haqidagi bayonot. Dünya Uyg'ur Qurultayining 8-navbatlik umumiy vakillar qurultayi 2024-yili 10-oyning oxirgi haftasi o'tkaziladi. Dünya Uyg'ur Qurultayi 2024-yili 5-oyning 6-kuni Qurultay markazida ochilgan ijroiya komitetining yig'ini, 5-oyning 27-kunidagi raislik yig'ini va 6-oyning 2-kunidagi Qurultay ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'inida muzokara orqali 8-navbatlik vakillar qurultayini 2024-yili 10-oyning oxirgi haftasida ma'lum bir g'arb davlatida o'tkazishni qaror qildi. Qurultay raisligi va Qurultay ijroiya komiteti va uning kengaytirilgan yig'inining birda qarori bilan 8-navbatlik vakillar qurultayiga tayyorlik komiteti qurib chiqildi va Qurultayning muavin raisi Farhod Yo'rinqash apandim bu komitetning mas'ulligiga saylab chiqildi. Tayyorlik komiteti tarmog'ida vakillar komissiyoni, nomzodlar komissiyoni, taftish komissiyoni, moliya komissiyoni, Arqa sep komissiyoni va kativatlik qatorliq 6 xizmat komissiyoni ta'sis qilindi. Yig'inda 8-navbatlik umumiy vakillar qurultayining rasmiy vakillarining soni 24 davlatdan 157 nafar qilib bekitildi va kandidat vakillik tuzumi amaldan qoldirildi. Qurultayning 8-navbatlik qurultayi Xitoy hokimiyati Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini davom qildirayotgan har qaysi davlatlar BDTda Uyg'ur masalasida Xitoy qarshi turish yoki qo'llash bo'yicha ikki qutbga bo'lingan. Shundaqla dunyoning diqqati Ukraina urushi, Isroiliya Falastin to'qinishiga markazlashgan va Xitoy bu fursatdan foydalanib bor kuchi bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ustidan yepishga tirishayotgan favqulodda bir paytga to'g'ri keldi. Milliy da'voyimizga vakillik qilayotgan markaziy tashkilot bo'lish sifatimiz bilan mas'uliyatimiz har qanday vaqtdagidan tixim zo'r bo'lmoqda. Shunga 8-navbatlik qurultayning muvaffaqiyatli ochilishi muhojiratdagi milliy ozodlik harakatimizning buningdan keyin izchil, sistemalik va utuqli davom qilishida zo'r ahamiyatga egadir. Bu qatimki qurultay har qaysi davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari va jamoatchilik tarafidan demokratik usul bilan saylab chiqilgan qurultay vakillari, mustaqil kuzatuvchilar va taklif qilingan alohida mehmonlarning ishtirok qilishi bilan o'tkaziladi. Qurultayda Dünya Uyg'ur Qurultayining o'tgan 3 yillik xizmat va moliya doklati berildi. Shundaqla da'voyimizning hajmini texnik kengaytirishning strategiyalari va taktikalari haqida muzokara ilib berildi va qarorlar chiqarildi. Qurultay vakillar va rahbarlar saylimi ilib berildi. Qurultayning an'anasiga vorislik qilish asosida bugungi dunyo yuzlanishiga moslashib xizmat qila oladigan qobiliyatli va jangovar yangi rahbarlik qo'shini demokratik shaklda saylab chiqiladi. Vakillar va rahbarlar qatlamida yoshlar va ayollarning nisbatiga alohida ahamiyat berildi. 8-navbatlik qurultay xalqimizning milliy mustaqillik orzusi va siyosiy g'oyasini ishga oshirish uchun texnik unumli bo'lgan tadbirlarni izlaydigan, millatimizning kelgusiga bo'lgan umidi va kurash irodasini kuchaytiradigan qurultay bo'ladi. Bu qurultay yana dunyodagi bizni qo'llayotgan har qaysi davlatlar, siyosiy partiyalar, xalqaro tashkilotlar va Sharq Turkiston do'stlarga o'zimizning kelgusida yetmoqchi bo'lgan siyosiy programmamiz haqida ma'lumot beradigan, bu haqda jiddiy muzokara ilib boradigan bir qurultaydir. Bu qatimki qurultay milliy da'vo ishlarimizga foydali bo'lgan har xil fikr iqimlari va ko'z qarashlarning erkin o'tirib qo'yilishi uchun kengri so'rin hozirlab berdi. Shuningdek, bugungacha har xil sabablar bilan milliy harakatimizning sirtida qolgan yosh, qobiliyatli ziyolilarimiz va faoliyatchilarimizga keng quchoq ochadi. O'tmishimizga vorislik qilib, kelajagimiz uchun asos solamiz. Biz har qaysi davlatlardagi tashkilotlarimiz, jumladan barcha vatandoshlarimizni 8-qurultayimiz uchun hozirdan boshlab jiddiy safarbarlik kelishiga, yaqinda har qaysi davlatlarda ilib beriladigan qurultay vakillar saylimidan tortib, oxirgi qurultay rahbarlik saylimigacha qurultaydagi erkin muzokaralardan tortib, strategik qarorlarni ilishqichi bo'lgan butun jarayonlarga aktiv ovoz qo'shishga, bu qurultayning xalqimizning navbatdagi haqiqiy orzu-istaklari va talablariga javob bera oladigan xalqaro saviyadagi g'alabalik bir qurultay bo'lib o'tishiga o'z hissalarini qo'shishga chaqiramiz. Dünya Uyg'ur Qurultayi 2024-yili 6-oyning 3-kuni.
Dünya Uyghur Qurultayının 8-ci növbətlik vəkillər qurultayını çağırış haqqında elan qılğan bayanat münasibəti bilan bugun, yəni 3-cü iyun günü 8-ci növbətlik Dünya Uyghur Qurultayı tayyorluq komitetining raisi Farxat Yo'rinqash apandim tayyorluq komitetining Germaniyadagi bir qism mas'ullari bilan birga qurultay markaziy ishxonasida stansimiz vasitasi bilan maxsus axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, tayyorluq komitetining ishga qurilmasi va buningdan keyin ilib boradigan xizmatlar haqida ma'lumot berdi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. 8-ci növbətlik Dünya Uyghur Qurultayı tayyorluq komitetininki tunji qatimliq axborot e'lon qilish yig'iniga xush keldinglar. Men Farxat Yo'rinqash 8-ci növbətlik Dünya Uyghur Qurultayı tayyorluq komitetininki raisi. Bana bu vazifani topshirgan ve bu vazifani loyiq ko'rgan, ya'ni bu nihoyatda murakkab, nihoyatda jafoliq ama intayin sharaflik bu vazifani işinip bana topshirgan Dünya Uyghur Qurultayı raisligiga, qurultay rahbarlik heyetiga, shundaqla qurultay tarkibidagi qarindosh tashkilotlarimizningki mas'ullarga alohida rahmatimni, hurmatimni bildiraman. Bunundan ait shaksiz g'urur tuyman. Elbette men ve qurultay tayyorluq komitetininki başka mas'ullari, başka qarindoshlarimiz bilan birga biz Qurultay tayyorluq komiteti bu sübutimiz bilan 8-ci növbətlik Dünya Uyghur Qurultayıninki demokratik prinsiplarga uygun şekilde adil, tarafsız bir şekilde ötküzülüşüge kapalat kılışka bütün gücümüz bilan tirişimiz ve bu haqda biz şu çetelerde yaşavatkan, arkası ellerde yaşavatkan Şarq Türkistan qarindoshlarımızga va'da beramiz. Aziz qarindoshlar, hammanglarga ma'lum bir krizni hal qilishninki birdan bir usuli var demokratik sistemida. U nima degan vaqtida, ya'ni umumiy saylov. Uningdan boshqa yo'li yo'q, uningdan boshqa usuli yo'q, uningdan boshqa chorasi yo'q. Biz bu qatam 8-ci növbətlik Dünya Uyghur Qurultayını ve onun umumiy saylovini demokratik prinsiplarga qurultayimizni qonun jihatini ro'yxatga olgan Germaniya hukumatininki tashkilotlar qonuni ve başka münasebet qonunlarga to'liq amal qilgan asosda biz muvaffaqiyatli bunu o'tkazish orqali ham xalqaro jamoatchilikning shundaqla har qaysi ellarda yashayotgan qarindoshlarimizning Dünya Uyghur Qurultayıdan kutadigan orzu, umid, istak ve taleplerine layıkıda cevap verişke tirişimiz. Aziz qarindoshlar, bu hammanglarga ma'lum, yani bugün, yani 6-cı ayının 3-cü günü Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan 8-ci növbətlik Dünya Uyghur Qurultayını çağırış haqidagi bayanat e'lon qilindi ve bu bayanatımı bilan birga yana 8-ci növbət Dünya Uyghur Qurultayı tayyorluq komitetining qurilganligini, rasmiy qurilib faaliyet başlaganligini e'lon qildi. 6-cı ayının 2-cü günü çağırılgan Dünya Uyghur Qurultayı icra komitetining kengaytirilgan yig'inida bu yerda yana tashkilot qurultay rahbarlari va tashkilot rahbarlari Dünya Uyghur Qurultayı raisligininki bu tayyorluq 8-ci növbətlik Dünya Uyghur Qurultayı tayyorluq komiteti qurish haqidagi va uning har qaysi komisyonları ve onun mas'ullari haqidagi dastlabki tavsiya qarorini birdek ovoz bilan ma'qulladi. Men oldi bilan bugun bu tayyorluq komiteti qaramog'idagi 6 komisyon ve onun mas'ullarini oldi bilan sizlarga bir qisqacha tanishtirib o'tay. Hammalar tanishib bo'lgan Turg'unjon Alovdin apandim, ya'ni Dünya Uyghur Qurultayı icra komitetining raisi. Bu Turg'unjon Alovdin apandim 8-ci növbətlik Dünya Uyghur Qurultayı tayyorluq komiteti vakillar komisyonininki bu yerda mas'ulligini o'z ustiga oldi. Ya'ni Dünya Uyghur Qurultayı vakillar komisyonininki asosiy funksiyoni bu yerda dunyoning har qaysi elleridagi Uyg'ur tashkilotlarimiz bilan yaqinda hamkorlashib qurultay vakillarini saylab chiqish xizmatlarga umumiy jihatdan bir yetakchilik qilish vazifasini o'z ustiga oldi. Birozdan keyin bu haqda Turg'un Hojimninki konkret bu haqdagi qarashini olamiz. Bana yanımda o'tirgan Abdul Ahmet apandim Dünya Uyghur Qurultayı fondininki raisi bu qatam yani 8-ci növbət Dünya Uyghur Qurultayı tayyorluq komiteti iqtisod komisyonininki mas'ulligini
tayinlendi ve bu şereflik ama intihar cepalık müşkil vazifini üstlük aldı. Tebrikleyimiz. Bir yerde Zümrettay Erkin hanım hem onlara tunuşluk Dünya Kurultayı Ayarlar Komisyonu Müdürü, Kurultay'ın bayanatçısı ve Kurultay Merkezi İşhanısının Taşkın Münasebetler Direktörü Zümrettay Erkin hanım bilen Kanada'daki Dünya Kurultayı Kanun Komitesi'nin müdürü ve Uygur Haklarını Qoğdaş Teşkilatı'nın direktörü Mehmet Toqta Efendim ile ilişkisi 8. nöbetlik Kurultay Tayarlık Komitesi Katibatlık Komisyonu'nun mesulluğunu üstüge aldı. Erkin Zunun Efendim'in belki köpünün çağlağı tunuş, Dünya Kurultayı Yaşlar Komitesi'nin müdürü hem Kurultay Merkez İşhanısı'nın sekreterliğini koşumçu ütevatkan bizimki pedagog kardeşlerimizden biri. Erkin Zunun Efendim bilen Kanada'daki Dünya Kurultayı'nın baş katibi Tuygun Abdülü Efendim işkisi Dünya Kurultayı 8. nöbetlik Tayarlık Komitesi AKSF ve Kütürlüş Komisyonu'nun mesulluğunu üstüge aldı ve nahit mühim komisyonlardan yani işkisi var. Bu işkisi komisyonun mesulü başka devletlerde olduğu için bugün katlaşamadı. Bugün bu akbarat elan kılış yığınımızda fakatla bu 6 komisyonun Germaniya'daki de saylap çıkılgan mesulleri katlaştı. Bundan başka bir yerde namzatlar komisyonu var. Bu namzatlar komisyonunun mesulluğu hazır Norveç'te istikamet kıtırvatkan Dünya Kurultayı İcra Komitesi'nin bağı reisi Semet Abla Efendi mesul oldu ve bu namzatlar komisyonu kurultay rehberlik organlarına namzat buladığalarının namzatlık iltimasını kabul kılış, ularınki akıl görünüşünü tekşürüş ve ularınki namzatlık iltimas kılışlarınki bu kurultay rehberlik heyetiga namzat buluş şartını orunulmağanlığını bir yerde bekitip çıkış bu komisyonun asas vazifesi. Semet Abla Efendim kim alaydı rahmet ettiğimiz bu müşkil vazifini üstlük ağını için. Hem de bir yerde tekem mühim 6. nöbetlik ötken ketim işliğe 7. nöbetlik Dünya Kurultayı Tayarlık Komitesi de kurulmayan yani bir yeni komisyon kuruldu yani teptiş komisyonu. Bu teptiş komisyonuga Dünya Kurultayı'nın Norveç'teki baş teftişi Ferhat Yakup Efendim bu komisyonun mesul oldu. Bu teptiş komisyonun asas fonksiyonu vazifesi mi? Yani kurultay vekilliğe namzat boğucular, şundakla kurultay rehberlik heyetiga namzat boğucularının bir yerde şu şartlarga yani bu namzat buluş şartlarga kurultay tarafından bekitip çıkan prensiplerge emel kılıp kıldıganlığı ve şundakla bu şartların orulmağanlığı hakkında tekşürüş yapardı ve arkadaş ellerdeki Uygur teşkilatlarımızla hemkarlık içinde ve hakkında maksus tekşürüş doklat hazırlap Dünya Uygur Kurultayı reisliğine sunuşka tirişiyor. Az kardeşler hoş. Biz bugünkü bu akbarat elan kılış yığınında asasen bu 8. nöbet Dünya Uygur Kurultayı Tayarlık Komitesi'nin vazifesi, fonksiyonu ve hakkında sizlerge bir kısaca malumat verelim. Bunu bugün rasmi müşna bilen Tayarlık Komitesimizden hizmetleri rasmi başlangan oldu. Bir adamda biz tuncu bulup kıldığı işimiz hem de vekil sayılaş meselesine ait mühim. Nayet mürekkep bir hizmet. Bir yerde şunu esketip koyar, Tayarlık Komitesi'nin umumi azalarının sanı tahminen 40 etrafında buludu ve bu 40 nefer bu Tayarlık Komitesi'nin azaları muşu bayıma yukarıda ötülgen 6 komisyonga ihtiyaç karaptırıp taksim kılındı. Bir yerde hem de hoş biz ben mikrofonunu Tayarlık Komitesi Vekiller Komisyonu'nun mesulü Turgunca Alavudin hacim birey bir yerde Turguncan Alavudin hacim bu kadar 8. nöbetlik yani aldığımızda yani bu yıl 10. ayınınki ahir kapitleri çakırıldığan 8. nöbet Dünya Kurultayı'nın vekillerinin umumi sanı kaçı buludu ve bu vekillerin arkadaş devletlerine takılış ahval kanda onundan kim bu tayarlık bu vekil lıkka iltimas kılış kaçan başlandı onundan kim ne iltimas kıldı onundaki vekil sayılımı kaça akırlaşıdı, kaça ilan kılındı resmi vekillerin tizimliki. Bu haqda sizlerge bir malumat basın. Çünkü bu sizlerine ait kızıqıvatkan meselelerin biri. Merhamet Turgunca Alavudin. 8. nöbetlik Dünya Kurultayı Tayarlık Komitesi'nin müdürü Ferhat Efendim'e rahmet.
Degендек мен 8 növetlik Dünya Qurultayı Tayyorlik Komitetining vakillar komissioniga mas'ul bo'ldim. Vakillar komissioni eng oldi dastlab xizmat boshlaydigan komission. Shunga men oldinglarda mikrofonga so'zlab o'tirdim. Bizning bu qatimqi 8 növetlik Dünya Uyg'ur Qurultayining umumiy vakillar soni reislikning qarori va 27 may kuni içilgan reislik yig'inining qarori va 6 ayning 2 kuni 2 iyun içilgan icra komitetining kengaytirilgan yig'inining tasdiqi bo'yicha soni 157 qilib bekitildi. Dünya Qurultayı 8 növetlik Qurultayının umum vekiller sani. Bunun endi devletlerge taksim kılınışı Kazakistan 20 vekil, Germaniya 17 vekil, Amerika 15 vekil, Türkiye 15 vekil, Avustralya 15 vekil, Kanada 10 vekil, Norvegiya 8, Kırgızistan 7, Gollandiya 5, Angliya 5, Yaponiya 5, Şvitsariya 5, Belgiya 5, Şvitsariya 4, Özbekistan 3, Fransiya 3, Avstriya 2, Finlandiya 2, Saudiya Arabistan 2, İrlandiya 2, Daniya 1, Yeni Zelandiya 1, Rusya 1, Bulgariya 1, Pakistan 1, Afganistan 1, Hindistan 1 bulup muşu devletlerin umumi vekiller sani 157. Yani bu qatim qurultayımız naiti ixcham ve yaxshi saz şekilde içildi. Bek kengaytib atmadık, bek kelangsiz mi bo'lib qolmadi. Bu qatim naiti unumli şekilde qurultayga haqiqiy sodiq bo'la oladigan birinchi davomizga jinni pido qila oladigan ve davanın yetekçisi bulup aldığın qatada meğavatkan Dünya Qurultayıga sadık muşundaq kişilerin terkip tapkan vekillerini saylap çıkıldı. Endi bu vekillerini saylaş hizmeti 6 ayının 10. günüden başlap bu hizmet başlandı. 6 ayının 10. günü biz her qaysı devletlerdeki muşu vekillerini saylaş mesul kişilerini bekitip çıkımız. Bu mesul kişiler şu devletlerdeki Dünya Qurultayı karmağıdaki teşkilat rehberlerinin terkip tapıdı. Ondan keyin vekillerinin namzatlıkını hizmeti namzatlıkka hizmete ahırlaşıyordu. Yani vekiller bu 6. ayının 30. günü geçilik, 10. günün 30. günü geçilik vekiller namzatlıkka iltimas kılıdı. Şu 6. ayının 30'u ahırlaşıyordu. 7. ayının 2. günü Dünya Qurultayı rehberleri ve teşkilat rehberleri bunu her qaysı devletlerdeki saylaş heyetinin vekil namzatlarının tizimlikini tayyorlik komitetiga tapşırdı bu şu nimeler merkezge tapşırdı. Tapşırgandan keyin 7. ayının 14. günü teftiş komisyonu bunu tekşürüp çıkdı. 7. ayının 14. günü teftiş komiteti tekşürüp çıkkandan keyin 7. ayının 17. günü vekil namzatlarının ahırkı tizimliki muqimlaşıdı. Yani muşu kişiler vekillik namzatı bulalaydı dep teftişlikinin ahırkı tekşürüşü neticesi çıkkandan keyin bula üzne vekil kılıp namzat kılıp saylamı düşerleydi. 7. ayının 19. günü vekil namzatlarının tizimlik ilan kılındı. Şunun bilen 7. ayının 27 yoki 28. günü 8. nöbet Qurultay vekillerinin saylımı hep verildi. Bütün devletlerde o'xshash bir günde saylam hep verildi.
Şunun bilen 7. ayının 31. günü saylam neticesi e'lon qilinib, resmi vekillerinin tizimdeki, yani 28 devletten 157 vekilinin ismi e'lon qilindi. Mana bular Dünya Qurultayı'nın 8. navbatlik qurultay saylamaga qatnashish salohiyatiga ega bo'lgan 157 vekil mana shu kuni e'lon qildi. Shuning bilan boshqa komissiyonning xizmati boshlanadi. Rahmat. Rahmat, hürmetli Turguncu efendim, Begen bu etraflık malumatınız için. Aziz kırındaşlar, bu Dünya Uygur 8. nöbet Dünya Uygur Qurultayı vekilliği namzat boğucularga koyulduğun şartlar, prensipler hakkında məxsus Dünya Uygur Qurultayı İcra Komitesi tarafından hazırlanan məxsus prensipler var. Bu, şu vekillikki namzatlık iltimasını sunucularga aldın bu yollap verildi. Qurultay tarafından bir tutaş hazırlanan bu şartlar, prensipler yollap verildi. Bunun şartlarda qanday adam Dünya Uygur Qurultayı vekil bo'lalaydı degan bu prensipler nəhayət yaxşı madde bo'yicha yezib chiqilgan. Xo'sh, Vekiller Komisyonu'nun hizmeti zaten rasmi bugün başlangan oldu. Ve müşebbihin ki ahırgıça arkadaş devletlerde, yani Qurultay terküdü faaliyet yapıp atkan teşkilatlar mevcut olan arkadaş devletlerde məxsus vekil saylam komiteleri ya ki divan heyetleri turguzub çıkıldı inşallah. Hoş, aziz qarindaşlar, Qurultay açımızda vatımız. Yakında Dünya Uygur Qurultayı kurulganlığının 20 yıllıqını hatırlaş murasiminden ait dağdığılık bir şekilde ait keng dairede ötküzdük. Bu iqtisat meselesine ait mühim bir mesele. Hem de yana 4-5 aydan keyin bu Qurultayın çaqırımızda vatımız. Bu hem iş, bu iqtisat münasebetlik nese. Şuna bir yerde en mühim komisyonların biri olan iqtisadi komisyonun ki mesulü Abdülhamid Ahmet Karacım Efendimninki muhaciret qarindaşlarımızın qanday bir talab, tavsiyeleri bak kısaca bir anlaylı. Assalamu alaikum. Vatan sirtidagi Sharq Turkistonlik izzi qarindoshlar, yuqorida sabdoshlarim deb o'tgandek Dünya Uygur Qurultayı'nınki 8. navbatlik iqtisodiy komissiyasi haqida biroz ma'lumot bermoqchiman. Dünya Uygur Qurultayı 2004 qurilib hozirga qadar vatan sirtida yüzün faaliyetlerini nayeti canlılık ve enik kılıp faaliyetini elip bağdı. Hususen şu 2017'den başlap Şarkı Türkistan'da Xitay'nın yürgizip atkan irqi qırgınçılığını tunutuş ve Uygur Sot Kollegiyası, London Uygur Sot Kollegiyası deden onunki yaxşı neticelerinin çıkışı, iki qitim Milli Kengeş'nin içilişi, onundan kim BDT'de qararlarının çıkışı, Avrupa Parlamentinin qararlarının çıkışı, Qurultayınınki BDT'nin aldıda, Avrupa Parlamentinin aldıda 5000 kişilik namayışlarınınki elip berilişi, şu Dünya Uygur Qurultayınınki nayeti çoğun faaliyetleri. Şu bir yılının yak, bir yarım yılının yakı Avrupa Parlamenti yana 200 kişilik bir faaliyet oldu. Yaponia'da parlament azalarını yığıp durup iyada faaliyet oldu. Amerika'nın tıxımı şu 4. ayda New York'ta mecburi emgekini toxtutish faaliyeti oldu. Bütün halkaralık siyasetçilerini, teşkilat, nimelerine, hükümet adamlarını çağırıp. Onundan keyin 5. ayınki 3'den 6-6'lik mana bu biz o'ltirib atqan şu zalmışı Münxenda Dünya Uygur Qurultayı'nınki merkezide Dünya Uygur Qurultayı'nınki qurulganlığınınki 20 yıllık merkezi oldu. Bununla dünyanın her qaysı joylaridan Germaniya sirtidan 300'den artıq adam geldi. Germaniyadaki hemşerilerden qo'shqa vaqtida 400'dek adamlarni nayeti dağdığılık yaxşı ötkazdik. Hem şu faaliyetlerninki hemmisi elbette iqtisat bilan bo'ladigan gap. Dünya Uygur Qurultayı qurulup hazırgıçılık bunun reisi kim bo'lsin, yüzünki meydanını enik qilib turib bu siyasetini xalqarada ep berishga tirishib keldi. Şu hazırgıçılık Dünya Uygur Qurultayı'nınki faaliyetlerini maddi ve manevi cihetten qo'llayotgan vatanperver shaxslar,
tashkilot mansublari, tashkilot raislari, aktivistlarga mushu 8-ci növbətlik qurultayımızın muvaffaqiyatli açılışı üçün yordam qo'linglarni sunishni murojaat qilamiz. Albatta quruqdaga o'rtumagandek hamda Dunyo Uyg'ur qurultayiningki yuqorida tilga o'tgan faoliyatlarimiz hammasi shu iqtisod bilan bo'ladi. Bu davoyimizni hamda texmi jonliq, texmi mukammallashtirish uchun buningga iqtisodga ehtiyojimiz bor. Buning raisi kim saylanishdan qat'iy nazar, kim bu vazifaga kelishdan qat'iy nazar qurultayimizdagi 8-ci navbatlik qurultayimizdagi muvaffaqiyatlik, g'alabalik echilib, yangi saylangan rahbarlik hay'ati bu vazifani topshirib olganga qadar biz buningki iqtisodiy qiyinchiligini hal qilib, shularga topshirib o'tkazamiz. Inshaalloh hozir qadar bu Dunyo Uyg'ur qurultayining faoliyatlarini qandaq qo'llab kelgan bo'lsanglar, buningdan keyin shunda qo'llaydi deydigan bir ishonchim bor. Mana shu o'ltirgan zalimizni 1 millionga setib oldik. Buningki yasilishi rasmiyatlarga 200 ming ketib 1 million 200 mingga bizga mal bo'ldi. Mana shu yerning elinishi shuningga har qaysinglarningki vatan sirdiki, har qaysi davlatlardagi vatanparvar zotlarimiz, aktivistlar, tashkilot rahbarlari aktivlik bilan ovoz qo'shganlik sababidan shuni vujudga chiqara oldik. Buningdan keyingi faoliyatlarimizni xususan 8-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayiningki umumiy saylamini nayta g'alabalik yaxshi vujudga chiqara olamiz deydiganga ishonchim bor. Shunga yaqinda shu komissiyanningki mas'uli bo'lish sifatim bilan Dunyo Uyg'ur qurultayiningki tarkibidagi tashkilotlarning raislariga va Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan birga ishlab kelayotgan tashkilotlarga bir murojaat yozishimiz mumkin. Buningga hammanglarningki bir ijobiy qarashda bo'lishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat hurmatli Abdulamat efendim. Zümrətay xanım, sizning ba'zi so'z tavsiyalaringiz bo'lsa anglayli. Köp rahmet. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Budaqi amdi saylamda vakillar saylamında mushu bizning chet eldagi diasporadagi Uyg'urlarning ichida har bir jamoatning ichidagi yosh qizlar va ayollar va yosh aktivistlarni jiqroq ahamiyat berib, ko'proq ahamiyat bersak yaxshi deb o'ylayman. Chunki yoshlarning va ayollarning bu da'voda o'ynagan roli bek cho'ng deb o'ylayman. Buningdan keyin texmo cho'ng bo'ldi. Shuningga har bir jamoat mushu nuqtaga bek diqqat qilib, yosh qizlarimizni, yosh ayollarni, yosh aktivistlarni jiqroq saylasa deb arzu qilaman. Rahmat hurmatli Zümrətay xanım. Ahırda bizning eng jafoliq komisyon, yani hammanglarni shu vakilop saylansanglar inshaalloh saylanishinglarni umid qilaman. Vakilop saylansanglar qurultayga kelgan vaqtingizda sizlarni kutib olgan, qarshi olgan, oldinglarga chiqadigan, yotoq o'rlashtirgan bütün shu jafoliq xizmatlarga mas'ul bizning Erkin Zunun yenimiz. Ninkim bir sözünü anlayıp tavsiyelerini. Alı bilen icra komitinin qilgan yig'indagi rahbarlarga hammasiga rahmat, bizga shunchalik bir vazifani berganiga rahmat etaman. Bizningki komitə deganligidek jafoliq bu hozirdan boshlab ishlaydi. Bizningki asosiy ishlarimiz bütün komitetlarga moslashib bo'lib vakillik komitetimiz bir tutash biletlarni tayyorlab, hammamizga o'xshamagan davlatlarda o'xshash bir xalqaro seviyadagi standartlardagi bir bilet, saylan biletini tayyorlash. Andan keyin vakillar saylanib bo'lgandan keyin viza ishlar demdik vakillarningki shu qurultayga kelish uchun. Andan keyin yatak, andan keyin yig'in zali, shu narsalarni biz qilamiz. Jafoliq xizmat deganligidek va Zümrətay deganligidek maqatimki saylamga bizmi men shu yoshlar komitetiningki hozirgi yoshlar komitetining müdiri bilan yoshlarning bütün davlatdagi diasporadagi bütün yoshlarni saylamga sal qirmay 7 ayning 15 kunigacha shu deadlinegacha o'zinglarning nomzodinglarni ko'rsatishni tashabbus qilamiz. Chunki bu tashkilot Uyg'urning tashkiloti va agar biz buni texmi islohot, texmi yaxshi qilamiz desa, qobiliyatli yoshlarimiz jiq. Shunga shu cho'nglarningki tajribasini, bilimi bilan billa
bizningki qobiliyatimiz bilan texmo muvaffaqiyatlik, texmo yaxshi ishlarni qila olamiz deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat, Erkin Uzun efendim, hürmetli kırındaşlar, biz yana bunun ikimi tayyorlik komiteti buluş süpütümüzden 8 nöbet Dünya Avrupa Kurulu tayyorlik komitetininki bunun dinkin eppardagan bütün hizmet rakıda sizlerge şu şekilde akbarat elan kılış şekli arkalık vaxtıda haber malumat beriştirişimiz ve kandak teklif fikir tenkit etti. Teklif onlar bolsa biz tayyorlik komitetiga yollap beringlar, qaysi komissiyonni muvaffaq etsanlar yollap beringlar ve biz sizlarni o'tgan har qanday teklif fikir tanqidinglarga astoydil muomala qilamiz, javob beramiz. Aziz qarindoshlar, Dünya Uyg'ur qurultayini kuchlantirish, uni texmi taraqqiy qildirish, zo'raytirish, bu yerda haqiqiy Uyg'ur davosini o'zininki eng yuksak manfaati o'rniga qo'ygan har bir g'ururliq vatanparvar qarindoshlarimizningki bir milliy burchi ham vijdoniy burchi. Shunga kelinglar aziz qarindoshlar, har qaysi yerlarda yashayotgan aziz qarindoshlar qo'lni qo'lga berib bu 8 navbatlik Dünya Uyg'ur qurultayini ismi jismiga loyiq bir chiroyli demokratik prinsiplarga uyg'un bir shaklda muvaffaqiyatlik, g'alabalik oxirlashtirishga g'ayrat qilaylik va bu orqali ham xalqaro jamoatchilik oldidagi va xalqimiz oldidagi qurultayimizningki ishonchini yana bir qatim yangilash fursatiga erishaylik. Rahmat hammalarga.